Sitora Farmonova. Biz bildik, xalq bilsin. Sitora Farmonova Xurshid akamidi ismi. Xonsaroyda direktoriga erga tegibdi. Hech qanaqa shayx emas. O'shancha to'yda yo'q edi u kishi. Uchinchi xotinni ham bilaman kimligini. O'ranganlar deganimda bilib olinglar kimligini ham. Nimaga bizni ayollar shunaqa kalta o'ylaydi? Nimaga shunaqa kalta o'ylarkin? Oilasidan qochib 3-chi, 4-chi, 5-chi xotin qilib qo'ysa, hijobga kirsam men bilan qolib ketadi deb o'ylaysizlarmi yo ushab qola olmayman deb o'ylaysizlarmi? Shunday korolevskiy xotini bor erkak, shunday tashab ketgan erkak qaydagi yo chumushnisalardim deb hijobga kirib olsa qolib ketadi deb o'ylayman. O'sha artistlarimizga hayron qolaman. Qanday qilib 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi xotin bo'lib tegasizlar? O'zinglarni guldek hayotinglarni mazza qilib yashamaysizlarmi? Qar chollarga tegmasdan,